o'lim to'g'risida. Ey o'lim, bu kecha sening bilan sirdashmoqchiman. Sen to'g'risida tamkin o'ltirib bir hazo fikr qilmoqchiman. To'g'ri, senmi Alloh yaratgan bir maxluqsan. Sen yagona Allohning izni bilan siljiysan. Sen nurg'un kishilar tayyorliqsiz turgan holatlarda kelib qo'rqitsan. Sening qalbimdagi tunji iznayingni aslasam, cho'ng onamning vafotida akalarimni uydagi tomlarga urg'izib yig'iltib o'tgandim. Shuning uchun bo'lsa kerak, seni yomon ko'ratdim. Sen kishilarni qip yalang'och, yigona holda qabrlarga mubtilo qilasan. Do'stlarni, qarindoshlarni bir-biridan judo qilasan. Hayot qolganlar bo'lsa, ularni qabrlarga ko'mib qo'yibla, rahimsizlarcha shu cho'l bayovonlarga yolg'iz tashlab ketidi va bu ichinishlik minutlarni tezroq unutib ketishga tirishidi. Qisqasi, hayotlikda qon qarindosh yoki do'st birodar bo'lishib, shuncha inoq ejil o'tgan bu insonlar sen tufayli ada-juda bo'lib, o'zaro unutishib ketidi. Men bo'lsam bularni hargiz qabul qilolmaydim. Sening mana shunday o'zgacha xususiyatlaring sababidan bo'lsa kerak, sana bir xil qo'rqish ilkida qiziqatdim. Bir tarafdan sening hamon bir kuni menimo cho'l bayovonlarga yolg'iz, yalang'och tashlab o'tishingdan andisha qilsam, yana bir tarafdan sen kelgandan keyin bo'ladigan ishlarni o'ylab, oyig'ini chiqarolmaydim. Allohga cheksiz madhiyalar bo'lsin-ki, men bir chaqirg'uchining Allohga iymon etinglar, uning hamma insonlarni to'playdigan mahshar kuniga iymon etinglar degandek nijotliq o'zindilarini anglab qoldim. Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin-ki, men hidoyat qilindim. Mana shu sabablik sening haqiqiy mohiyating menga pash bo'lib qoldi. Shuningdan e'tiboran insonlik xulqim bilan sening oldingda ancha-muncha qo'rqib tursammi, lekin cho'ng g'amim bo'lgan, o'lgandan keyin nagi berib, nada turdiganligim menga oydinlashib ketgan edi. Aslida sen men va boshqa insonlar o'ylagandek uncha ola qo'rqinchli narsa emas ekansan. Haqiqiy qo'rqishga tegishli narsa seni va meni yaratgan olamlarning parvardigori va uning azobi ekan emasmi? Uning ustiga sen Alloh tutib qo'ygan vaqtdan zarracha ilgari keyin bo'lib kelmaydi ekansan. Endilikda bo'lsa, sening menga yetib kelishingdan ilgari yaxshi amallarni ko'plab qilib, oxiratlikim uchun yaxshi tayyorlik qilib olishim kerakligini tunib yetdim. Xatokor inson, ojiz inson, ozg'uchi inson bo'lish sifatim bilan bu yaxshi ishlarni vujudga chiqarishda yana Rabbimga yelindim. Haqiqatan Rabbimni menga eng yaqin, duoyimni anglab turg'uchi, niyat amallarimni ko'rib turg'uchi topdim. U menga rahim qilib, hijrat va jihad ne'matlarini nasib qildi. Butun dunyoda Allohning dinini hokim qilgan bir g'ayrat zamin bo'lmagan shu kunlarda kofirlarni xoruzor qilgan, mu'minlarga izzat beg'ishlagan bu jihad maydonida bo'lsa, sening ishing menga boshqacharoq tuyulyotdi. Men hamma odamni menga o'xshash sening kelishingni kutib o'ltiradi, sen kelgicha toqatining yetishicha yaxshi amal qiladi deb o'ylaydim. Lekin bu maydonda sening ishqingda kuyib yanadigan, balki seni qo'g'lab yuradigan bir qism kishilarni uchratdim. Ajiba bugungi kunda davr almashib, sen ulardan qo'rqadigan bo'lib qoldingmi? Sening hiliqi cho'l bayovonlardagi hayvating oqmay qoldimi yo? Men yanila xuddi anqirolmagandek qilib, cho'nqur tafakkur dengizga g'arq bo'latdim. Bu bir turkum kishilar go'yoki sana bir bebaho angushtar yo'chiringandek har holat sening uchun tayyor turadi. Men yana bir baldoq o'rlab Rabbimning nozil qilgan kitobiga baqdim.
imkoniyatimning yar berishcha haqiqatchi ulamolarning suhbatida bo'ldim. Allohga hamdlar bo'lsinki, men yana bir qitim to'g'ri javobga erishdim. Aslida seni g'al-g'al titratayotgan bu bir turkum insonlar menga o'xshash o'z oxiratdagi uchun dasmoyi solgan kishilar ekan. Faqat mening tovarlarim to'limi oddiy va arzon bo'lib qolgan ekan. Ularning tovarlari bo'lsa, eng qimmatli narsasi bo'lgan jini va meli ekan emasmi? Darvaqa Allah subhanahu va taala insonlarni ibodatning kamolati bo'lgan jihatga tanlaydi ekan. Ondan bu insonlarga tepilmas foyda beradigan tijoratni o'gitib, jonlari va mollari badaliga jannatni va'da qiladi ekan. Bu tijoratni haqiqiy tushungan, Allohning rahmatiga erishgan va xushal bo'lishga eng tegishli bo'lgan bir turkum baxtiyor insonlar bu savdoga faqat seningla putlik ashang bo'layotganligingni ko'rib, sana jang e'lon qiladi ekan. Sen bo'lsang ularning oldida to'limi arzimas bir narsaga aylanib qoladi ekansan. Vaholanki har vaqt boshqalarni qo'rqitib ko'nib qolgan sen bo'lsang, bu kishilardan to'limi hayronlik bilan ajablanib qolading. Chunki sening bu savdodan xabaring yo'q, yoki sana kitob nozil bo'lmagan, yoki sen uningga taklif qilinmagan bir maxluqsan. Ey o'lim, sen garchi o'z ixtiyoring bilan jon ololmaydigan, faqat Rabbimiz subhanahu va taolaning izni bilan keladigan bir maxluq bo'lsangmi, sana xitoblar yangratqum kelyotadi. Chunki Allohning saltanatidan bir ozmi ilmi bo'lmagan yoki yolg'ondan bilmas bo'lib olgan ozg'un insonlar nurg'un qimmatli kishilarimizni sen orqali qo'rqitmoqda. Yoki Alloh subhanahu va taolaning izni bilan shahidlarda ijro bo'lasanda, bu qari kofirlar xuddi bizga o'z kuch-qudratini namoyon qilib olgandek xushal bo'lishmoqda. Allohni bu nijis kofirlarning iftirolaridan pok deb e'tiqod qilamizki, Alloh hamma qudratning egasidir. Oxir qaytadigan joyimiz Allohning dargohidir. Ey o'lim, sen haqiqatan shahidlar o'nlab arzu qilgan o'limsan. Sen haqiqatan Rizvon bay'atida bay'at berilgan o'limsan. Ey o'lim, sen kofirlar arzu qilolmaydigan o'limsan. Vaholanki sen mu'minlarni nihoyat illiqlik va siliqlik bilan kutib olasan. Kofirlarni bo'lsa bakmu g'azab va qattiqlik bilan kutib olasan. Shundoq turuqliq biz yana nimishqa qo'rqadiganmiz? Kofirlar sen orqali bizni qo'rqitib, bizdan umid qilgan narsasiga hargiz erisholmaydi. Chunki ularga o'xshash o'limdan qo'rqadigan kofir emasmiz. Musulmon mujohidmiz. Ashu shahidlarimizning etilib chiqqan qonlariga, chul-chul bo'lgan jasadlariga, kuyib kul bo'lgan badanlariga va shu orqali Allohning yo'lida bizni o'ziga guvohchi qilgan tavhid aqidasiga hargiz xiyonat qilmaymiz, inshaalloh. Biz ularning o'lim oldida yanala Rabbimizni ulug'lab takbirlar tovlig'ini ko'rgan tursak, qandoqmi xiyonat qilamiz? Faqat dayyuzlarla xiyonat qiladi xolos. Ey Alloh, bizni o'zing rozi bo'lgan hayotda yashatqizgin va o'zing rozi bo'ladigan shahodat o'limi bilan o'ltirgin. Ey o'lim, men seni barg'on siri tushunib qelyapman. Mayli Allohning yo'lida o'ltirilganlar bo'lsin, mayli shaytonning yo'lida o'ltirilganlar bo'lsin, bularni ko'rib sen to'g'risidagi ma'lumotim texmi oshmoqda. Sen haqiqatan mu'minlarda maqsadingga yetolmaydigansan. Balki ular tirikdir. Ular Allohning dargohida rizqlanib turibdi. Mohiyatda sen ularni emas, ular seni o'ltirib mangulik xotirjamlikka ulashib oldi. Ey o'lim, sen Allohga uchrashishni arzu qilmaydiganlarni qo'rqitqin.
Chunki ular qilgan qilmishlari tufaylidan qo'rqishga eng tegishli kishilardir. Ular bu dunyoda sendan qo'rqsin. Sen ularni dunyodan ayirib, yolg'iz holda qabrga ilib kirgandan keyin teximi qo'rqsin. Qiyomat kuni teximi qo'rqsin. Ularga Allohning, farishtalarning va jimi inson jinlarning la'nati yog'sin. Amin. Ey o'lim, sana nasihat qilamanki, sen mu'minlarni qo'rqitolmaysan. Chunki bizga Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xabar berdiki, kafirlar biz musulmonlarga bir qacha taomga o'lashgandek o'lashgan bugungi kunda bizning sonimiz ko'p, lekin dengizning ko'pikidek vaznimiz yo'q. Shundaqla qalbimizga bo'shanliq tashlangan. Bu bo'shanliq yanala sen to'g'riliq bo'lib, seni yomon ko'rib, dunyoni yaxshi ko'rganligimiz uchun bu xarliqqa mubtalo bo'ldik. Bizga bu ilm berilgandan keyin har doim Rabbimizga yelinib turib duo qilamizki, ey Alloh, bizni o'limni yomon ko'rib, dunyoni yaxshi ko'rganlarning qatoridan qilmag'in. Balki bizni o'limga jang e'lon qiladigan sodiq bandalaring qatoridan qilginki, bu zillat ketsin. Bizdiki bu xarliq kafirlarga bo'lsin. Zaminning har bir yerida zulm chekayotgan mazlum musulmonlar aziz bo'lsin. Qarang'u kamirlarda ichinishliq ingrawatgan qarindoshlarimiz ixtiyoriy va ixtiyorsiz holda kafirlarga didak cho'ri bo'lib kelayotgan qiz hamshirlarimiz hur bo'lsin. Qarınayotgan Allohning kitobi butkul olamga hokim bo'lsin. Ey Alloh, bizning qalblarimizdan o'limning qo'rqinchisini va dunyoning muhabbatini chiqarib o'tgin. Qalblarimizga oxiratning muhabbatini solgin. Payg'ambaring qayta arzu qilgan shahodatni ato qilgin. Ey Alloh, sening yo'lingda hech qanday halovatsiz o'ltirilgan sodiq bandlaringga vafo qiladiganlarning qatoridan qilgin. Amin. في جنان الخلد